Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Yana bir obyektimizga keldik do'stlar. Ushbu obyektimizni manziliga kelsak, Toshkentda G'ishtko'prik rayonida joylashgan ekan do'stlar. Niyat qilib chaqirishibdi. Inshaalloh niyatlarni amalga oshirishga harakat qilamiz do'stlar. Bizdan uzoqlashmanglar. Juda ham chiroyli fason tanlangan do'stlar. Ustakalarimiz ishlarni boshlashdi. Asosiy devor so'killariga gipki kamelarimizni yopishtiramiz. 190 kvadrat chiqqan do'stlar, 100 ming so'mdan dogovor qilganmiz. 100 ming so'm ichida gipki kamenimiz, klegi, laki, dastavkasi, usta xizmatlari. Usta xizmatlarga kelsak, devor tekislash, so'kil qismini ta'mirlash, gipki kameni yopishtirish, lak sepish shu xizmatlarga kiradi. Do'stlar, xudo xolisa ushbu obyektimiz to'liq bitgandan keyin bir chiroyli video syomka qilib sizlar bilan bo'lishaman. Qancha ketdi, nimalar qildik, qo'ldan kelgancha video syomka qilib yoritishga harakat qilaman. Bizdan uzoqlashmanglar do'stlar. Obuna bo'lmaganlar kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Do'stlar, biz har doimgidek xizmatlaringdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Gipki kamenga qiziquvchilar yanada to'liqroq ma'lumot olish uchun ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilishlari mumkin do'stlar. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida joylashgan. Poytaxtimiz Toshkent shahrida kuzatib bizni qo'llab-quvvatlab borib turgan yurtdoshlarimiz ushbu obyektga kelib o'zlaring живой ko'rishlari mumkin. Xudo xolasa ertadan gipki kamelarimizni yopishtiramiz do'stlar. Bizdan uzoqlashmaysizlar do'stlar. Sog' bo'linglar.